Assalomu alaykum, davomat nazorati kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan sinf rahbarlarining Telegram bot orqali o'z o'quvchilarini qanday nazorat qilib borishlari haqida tanishib chiqamiz. Birinchi navbatda admin tomonidan taqdim etilgan bot orqali botga kirib olamiz. Start tugmasini bosib, tilini tanlaymiz. Hamda ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosgandan so'ng bizga telefon raqam jo'natish uchun bo'lim ochiladi. Shu bo'limda telefon raqamimizni kiritamiz. Telefon raqamini terib olgandan keyin uni yuboramiz. Va o'sha telefon raqamiga sizga tasdiqlovchi 6 talik raqam yuboriladi. Tasdiqlovchi kodni kiritamiz. Uni ham uzatamiz. Rasmiy kanalga obuna bo'lish so'raladi. Kanalga obuna bo'lib olamiz hamda obuna bo'lgandan keyin tekshirish tugmasini bosamiz. Shu narsani eslatib o'tish joizki, siz berayotgan telefon raqamingiz admin tomonidan tizimga biriktirilgan bo'lishi lozim va o'sha telefon raqami yoningizda bo'lishi kerak. U raqamga kerakli tasdiqlovchi kod yuboriladi. Mana bizni sinf rahbari 10A sinfining sinf rahbari sifatida biriktirilgan ekan. Demak, sinf rahbari 10A degan tugmani bosamiz. Va bizga o'quvchilarimizning ro'yxati kelib chiqadi. Kelish kerak 15 ta, keldi 0 ta. To'lovi 15 tadan 3 tasi amalga oshirgan. Telegram obunasiga 15 tadan 0 ta, ya'ni hech qaysi obuna bo'lmagan. 15 tadan 5 tasi uchun telefon raqami kiritilgan. 15 tadan 6 tasiga rasm biriktirilgan. Ko'rib turganingizdek, har bir o'quvchining to'g'risida 5 ta belgi qo'yilgan va bu 5 ta belgi nimani anglatishini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi davomat uchun qo'yilgan belgi, davomatda kelgan, kelmagani haqida. Rasm uchun qo'yilgan belgi ikkinchi belgi hisoblanadi. Rasm mavjud yoki mavjud emas degan belgi. Uchinchi belgimiz to'lov amalga oshirilgan va yoki oshirilmaganligini anglatuvchi belgi. To'rtinchi belgimiz telefon raqam kiritilgan va yoki kiritilmaganligi to'g'risidagi belgi. Hamda beshinchi oxirgi belgimiz botga ulangan va yoki ulanmaganligi to'g'risida belgi hisoblanadi. Keling, mana eng ko'p amallarni bajargan o'quvchimiz Ali va Madina haqida ko'rib chiqamiz. Ali va Madina, demak, birinchi belgimiz davomatda yo'q, demak kelmagan va ketma-ket 3 tasini amalga oshirgan. Rasmlari mavjud, to'lovlari amalga oshirilgan, telefon raqam kirgizilgan hamda eng oxirgisi botga ulanmagan degan X belgimiz mavjud hisoblanadi. Keling, birinchisiga kiramiz. Abdusattor va Sadoqat Begim. Demak, kirganda yana batafsil aytadi. Davomat kelmadi, obuna to'lovi to'langan, Telegram bot obunasi ulanmagan, rasm holati yo'q, telefon raqam kiritilmagan. Keling, telefon raqamni o'zgartirish deymiz. Telefon raqam kiritamiz. Telefon raqam muvaffaqiyatli o'zgartirildi. Profilga qaytamiz. Mana ko'rib turganingizdek, telefon raqami mavjudga o'zgartirildi va ustiga bossangiz telefon raqamini o'zi ham ko'rinib qoladi. Endi rasm kiritish bo'limiga kiramiz. Rasm kiritish bo'limida, demak, o'zingiz Telegram botdan bemalol Telegram kamerasidan foydalangan holda o'quvchining rasmini olib joylashingiz mumkin bo'ladi. Hozir biz o'quvchimizni to'g'ridan-to'g'ri rasmga olib joylashtiramiz. Mana rasm qayta ishlandi va muvaffaqiyatli yuklandi. Endi profilga qaytib natijasini ko'ramiz. Abdusattor va Sadoqat Begim Sobir qizi uchun, demak, rasm holati yo'q ko'rsatyapti. Sababi rasm holati terminallarda
ko'rinmaguncha tasdiqlamaydi. Undan keyin rasm bor holatiga o'tadi. Bu uchun bir necha daqiqa, bir necha soatlar va yoki bir kungacha ham vaqt ketishi mumkin bo'ladi. To'lov amalga oshirilgan ekan bu o'quvchimizni. Keling, to'lovni amalga oshirish qismini ham ko'rib chiqamiz. Birorta to'lov amalga oshirilmagan o'quvchimizni tanlaymiz. Masalan, Ahmad va Bahora uchun hech qanday amal bajarilmagan. Xo'p, obuna bo'lish qismiga kirganda, agar o'quvchingizda hech qanday imkoniyat bo'lmasa, ya'ni unda hech qanday to'lov kartalari, klikni amalga oshirish yoki paynet shoxobchalari atrofida bo'lmasa, u uchun to'lovni amalga oshirib berishingiz, agar u rozi bo'ladigan bo'lsa, naqd beradigan holatda rozi bo'ladigan bo'lsa, to'lovni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. To'lash tugmasini bosib, siz uchun o'sha klik serveri ochiladi va xuddi oldingi bo'limda tushuntirganimizdek, ota-ona tomonidan o'quvchi to'lovini amalga oshirish qanday bo'lsa, o'qituvchi tomonidan ham xuddi shu tartibda amalga oshiriladi.